65 minglik kitoblardan faqat shu 6 xili qoldi. Bular ikkalasi почти Wimmelbuch sanaladi, ya'ni o'ynab o'rganadigan kitoblar bo'ladi. Bularning teksti kam bo'ladi, juda ham yarki bo'ladi hayvonlar, mana zadaniyalari, какой кит самый большой, qaysi biri katta, shunaqa bir logichskiy boshini qotiradigan shunaqa zo'r kitoblar, savollar bo'ladi. Bundan ko'proq sahifalari ko'proq, ya'ni har bir kontinentdagi hayvonlarni bu yerda faktlari bilan, nomlari bilan, даже kattalar bilmaydigan nomlar, faktlar, hayvonlar bo'ladi ichida. Fotokniga именно животные haqida. Keyin "Подарите мне котенка"dan 2 xili qolgan. Mana 75 ming o'zini narxi, 2 tasi qolgan. Buni ichida bitta emas, bir necha hikoya bor mana. Aynan mushuklarni yaxshi ko'radi. Keyingi 10 яйцо degan bitta qolgan "Сказка посчитайка", ya'ni 1dan 10 gacha sanash uchun bolalarga juda ham interaktiv, qiziqarli, mana sahifalari ham juda ham ko'p. Bular bolalarga интересно bo'ladi. Mana 1dan 10 gacha bitta tovuq yo'qolib qolgan bo'ladi. Shuni sanab topguncha mana oxirigacha shunaqa syujet. Tsapla kapla. Buni sahifalari juda ham ko'p, sifatli kitob, uyqudan oldin o'qishga, sal kattaroq bolalarga buni syujeti. Bu singlisi, ukasi tug'ilganlarga aynan zo'r kitob. Ya'ni ota-onasini bo'lisha olmaydi, ili shu qizg'anish, revность, har xil nimalar bo'ladi-ku, bolalarda stress bo'lib qoladi. Shu zo'r kitob bu ham, mana sifatli.